Assalomu alaykum azizlar. Biz farzandimiz bilan ushbu nana balzamlarni olib ichdik. Yaqindagina farzandimda yangi natija bo'ldi. Bundan oldin juda ko'p natijalar bo'lgan. Bu haqda gapirsam yetilibgacha tinmayman. Lekin yaqindagi yangi natija juda ham xursand bo'ldim. Farzandim tug'ilganda 1,5 oyligida unga gipoksiya tashxis qo'yishdi. Gipoksiyasi bor deb, ya'ni kislorod yetishmasligi deydi. Keyin vrachlar ayrim tavsiyalarni berishdi. Undan tashqari men ushbu nana balzamlarni olib ichirdim. Ya'ni Perfecto Lux. Buni o'zim ham yarim boshga ertalab ochiq qorang ichdim. Farzandimga 3 tomchi berdim. 1,5-2 oylikka yaqinlashib qolgan edi. 3 tomchi olib bir kunda bir mahal emizgandan keyin albatta. Undan keyin 15 minutdan keyin mana bunisini 3 tomchi berdim. 2 hafta o'tgandan keyin bizni emlashga chaqirishdi vrachlar. Bordik, borganimizda aytishdiki, ilgari gipoksiya tashxisi qo'yilgan, o'ziga tushirib keling deyishdi farzandingizni. Bor, o'ziga tushirdim. O'ziga tushirganimda farzandingiz sog'-sog'lom deb aytishdi. Gipoksiyadan asar ham yo'q deb aytishdi-da. Ana o'ziga tushirib ko'rdi, yaxshi, oyoq bosishlari o'sha vaqt yo'q edi, hozir yaxshi, mana sakraydi bossak. Oyoq bosishlari yaxshi, hozir ancha yaxshi, tetik. Necha oylik? 4 oylik bo'ldi. 4 oylik bo'ldi, 5-oyga nasib etsa qadam qo'ydi. Juda ham yaxshi. Ushbu siroplar bizga Alloh o'zi yetkazdi desagan bo'lar. Shu mo'jizaviy siroplardan biz juda ham minnatdormiz. Rahmat. Shifoli bo'lsin. Rahmat.